Assalomu alaykum. Bugun juda xavfli bo'lgan diz churalar haqida gaplashamiz. Nimaga xavfli? Chunki bunday turdagi diz churalari bemorning nogironligiga sabab bo'lishi mumkin, falaj qilib qo'yishi mumkin. Buni ikkita bemor misolida tushuntiraman. Birinchi bemorimiz Matmusayev Baxtiyorjon aka Rossiya davlatida ishlagan va Rossiya davlatida ishlayotgan vaqtida oyoqlarida og'riq paydo bo'lgan va o'sha yerda shifoxonalarda yotgan va natijada juda tez muddatda ikkala oyog'i ishlamay qolgan. O'zbekistonga qaytib kelgan va MRT tekshiruvdan o'tkazganimizda L3, L4 sohada diz churrasi aniqlangan. Bemor hol tekshirilganda ikkala oyog'i umuman ishlamay qolgan, sezgilari buzilgan, oyoqlarida uyushlar bilan juda og'ir holatda, mustaqil yura olmagan holatda katalkada olib kelishgan. Bemorni hattoki barmoqlari ham qimirlamaydigan darajada ishg'ol qilib qo'ygan. Bemorda operativ davo o'tkazildi. Operatsiyani ertasi kuni bemorda oyoqlarida harakatlar tiklana boshladi. Bemorga 3 kun, 4 kun muolajadan so'ng uyga javob berdik. Bemor operatsiyadan 1 oy o'tgandan so'ng emaklab yurishni boshladi. Shunda ham mustaqil tik turib yura olmaydi. O'tirishni va emaklab yurishni boshladi. Va operatsiyadan taxminan 2 oy o'tgandan so'ng bemor hassada yurishni boshladi. Ushbu bemor bilan olgan intervyumiz bor. Havolasini video oxirida qoldiraman. Bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Shunaqa holatlarga gacha borgan. Endi navbatdagi yana bir aytib bermoqchi bo'lgan bemorim bu Azimov Abdusamad tog'a. Ahamiyat bersanglar, oldin aytgan bemorim Baxtiyor aka oyog'ida yurib kelmagan, ya'ni nasilkada, katalkada ko'tarib olib kelishgan. Oyoqlari ishlamay qolgan. Endi Abdusamad tog'a o'z oyoqlari bilan yurib kelgan, bizga murojaat qilgan, operativ davo tavsiya qilingan. Bemor juda ko'p joylarga borib davolangan, foydasi bo'lmagan. Operativ davo tavsiya qilinganda ikkilangan va maslahatlashamiz deb turib uyiga ketgan. Bemor bir haftadan keyin, roppa-rosa bir haftadan keyin shifoxonamizga qayta keldi. Lekin bu kelganda katalkada keldi. Juda kuchli og'riq qoldiruvchilar umuman ta'sir qilmay qolgan va eng yomoni ich kelishida muammo, siyolmay qolgan, siydik dimlanib qolgan. Bemorda tezkorlik bilan barcha tekshiruvlar o'tkazilib operatsiya qilindi. Operatsiyani ertasiga og'riqlari qoldi, lekin oyoqdagi harakatlar yo'q. Grija nervni ezib qo'ygan, nerv qattiq ezgan va birdaniga bir haftaning ichida ikkala oyoq umuman ishlamay qolgan. Siyish kelishda muammo. Nega bu turda diz churalarida xavfli deyapman? Chunki shunday asoratlarni juda tez berib yuborishi mumkin. Abdusamad tog'a operatsiya bo'lganiga 6 oy, 7 oy bo'ldi. Shu davr mobaynida harakatlar endi tiklanishni boshladi. Lekin hali ham bemor kateterda, ya'ni siydik kateter qo'yib qo'yilgan. Chunki bemor mustaqil siya olmaydi. Endi mana 7 oy taxminan muddat o'tgandan keyin bemorda siydik asta-sekin tiklanishni boshladi. Oyoqlarida harakat boshlandi, lekin hali ham mustaqil yura olmaydi. Do'stlar, agar sizlarda ham shunday grijalar bo'lsa, mutaxassisga murojaat qiling. Umurtqa pog'onasi kasalliklarini, diz churalar bilan shug'ullanadigan mutaxassislar bu neyroxirurglar va nevropatologlar hisoblanadi. Bizni xalqimizda
juda ko'pchiligi, aksariyat qismi mutaxassisga to'g'ri yo'naltirilmaydi, to'g'ri bormaydi. Shuni hisobiga asoratlar juda ko'payib ketgan. Bizni oldimizga ham juda ko'p asoratlar bilan kelishadi. Oyoqlari ishlamay qolgan, siyishda muammo. Sizlarda ham disk chuvrasi bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri mutaxassisga uchrashinglarni tavsiya beraman. Nevropatolog yoki neyroxirurgga uchrashinglar. Agar operatsiya lozim bo'ladigan bo'lsa, nevropatolog sizlarni neyroxirurgga yo'naltiradi. Operatsiya haqida to'liq tushuntiriladi. Disk chuvrasi asoratlari haqida alohida bir boshqa video qilamiz. Xudo xohlasa, kanalimga obuna bo'ling, kuzatishni davom eting. Foydali videolarni chiqarishda davom etamiz. E'tibor uchun hammaga rahmat. Ketgan vaqtinglarga rozi bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.